Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Buxoro viloyati Romitan tumanida yashayman. Men xotin-qizlarni nimasi uy-joy sharoiti yo'q, sog'ligi yo'q xotin-qizlarga hozir uy-joy ta'miriga yordam beriladi deganingiz uchun ko'p marta xotin-qizlarga murojaat qildim Romitanga. Shu kun kelib bir martalik Ramazon hadyasini berib ketdilar. O'sha bilan menga qo'l qo'ydirib ketdilar, yordam beriladi deb. Prezident hech qanaqa qaror chiqarmagan, hammasi yolg'on. Unaqa gap yo'q deb ketdilar. Hurmatli prezident, siz chiqargan qarorlar ishlamasa, menga o'sha bergan hadyasi ham kerak emas. Men mana shu sharoitda yashayman, mana shu oshxonada mana pechkam, mana bu komforkam, mana palos joyga adyol tashlab o'tirib, mana shu qishni o'tkazdim. Sog'ligim kundan kunga yomonlashyapti. Kelalar kasal deylar, gapiralar, kulalar, ketalar. Kelalar kasal deylar, gapiralar, kulalar, ketalar. Qonunlar ishlamasa nima qilaylik? Biz qayerga murojaat qilaylik? Qayerga boraylik?